16-savol. Elektroliz qilindi. Kumush nitrat eritmasi elektroliz qilinganda 67 grammga atomlar soni esa 225 molga kamaydi. Eritmadan o'tgan tok miqdorini aniqlang. Demak, bu yerda kumush nitrat eritmasi elektroliz qilinyapti. Elektroliz qilinganda eritmani massasi 67 grammga, atomlari soni esa 225 molga kamayapti. Bizdan eritmadan qancha tok o'tgani so'ralyapti. Biz reaksiyasini yozib olamiz. Javob 1,5 chiqdi. Kumush nitrat eritmasi elektroliz qilinganda katodda kumush, anodda kislorod ajralib, eritmani massasi 116 grammga kamayadi. Nega? Savol beradi. 116 qayerdan keldi? Kumushning ekvivalent massasi 108. Kislorodning ekvivalent massasi 8. Ikkovini qo'shsak 116 gram bo'ladi. Qaytaraman. Kumush elektroliz qilinganda, kumush nitrat eritmasi elektroliz qilinganda 1 farad tok o'tganda katodda 108 gram kumush, anodda kislorod 8 gram eritmada nitratsiya hosil bo'ladi. 1 bilan 0,5 qayerdan keldi deganlar uchun aytaman. 108 gram kumushimiz 1 mol atom bo'ladi. Bitta kumush atomi 108 gram bo'ladi. Shuning uchun 1 mol atom deyapman. Kislorodda 16 gram kislorodda bitta atom bo'ladi. Demak, bizda 8 gram kislorod bo'lsa 0,5 atom bo'lganda bu. 0,5 mol kislorod atomi, 1 mol kumush atomi ikkovini yig'indisi 1,5 mol atom bo'ladi. Demak, kumush va kislorod yig'indisi 1,5 mol atom. Eritmadan 1 farad tok o'tganda atomlari soni 1,5 ga kamayapti. Eritmani massasi 116 grammga kamayapti. 1 farad tok o'tganda. Xo'p, lekin bu yerda suv ham elektroz uchrab ketgan. Xo'p, 1 farad tok o'tganda bizga 1 gram vodorod ekvivalentdan ketyapmiz. Tenglashtirish shart bo'lmaydi shunda. 1 gram vodorod va 8 gram kislorod ajraladi. Ikkovini yig'indisi 9 gramga eritmani massasi kamayadi. Atomlari soni 1 gram vodorod, bitta atom 1 mol atom degani. Bittamiz 1 mol atom, 1 gram vodorodimiz 1 Na degani 1 mol, ya'ni Avogadro sonini ko'paytiryapmiz. 0,5 mol bo'ladi. Chunki 16 gram kislorod 1 mol bo'lsa, 8 grami 0,5 mol bo'ladi. Demak, 1 mol kislorod atomi 0,5 mol, 1 mol vodorod atomi 0,5 mol kislorod atomi. Yig'indisi 1,5 mol. Ya'ni suvdan 1 farad tok o'tganda massa 9 gramga kamayadi. Atomlari soni 1,5 molga kamayadi. Endi nima qilamiz? Ikki noma'lum tenglama qilamiz. Undan qancha, bundan qancha tok o'tganini bilmaymiz. X, Y deb olsak, ya'ni biz mana bu qatorda X, mana bu qatorda Y deb olamiz. Natijada atomlari soni 1,5 X plus 1,5 Y. Jami atomlari soni 225 ga kamaygan. Qaytaraman. 1,5 X, 1,5 Y. Jami atomlar soni 225 ga kamaygan. Suv va nimani hisobiga? Kumush nitratning atomlari elektrolizda sarflangan atomlari hisobiga. Xo'p, massa 116 X va 9 Y. Jami eritmani massasi 67 gramga kamaygan. Tenglamani olib chiqamiz. Tenglama tayyor. Ochsak X teng 0,5, Y teng 1 chiqadi. Demak, tuz uchun 0,5 farad tok ketgan, suv uchun 1 farad tok ketgan. Jami 1,5 farad tok ketgan. Jami sarflangan farad 1,5.